o'rinda turadigan mahsulot sanaladi. Shuning uchun kichkina bolalari bor har bir kishi ko'chadan chipsi yoki deylik har xil hozir bolalarga magazinda kimyoviy bir nimalardan tayyorlangan xitoycha har xil deylik yeydigan har xil kiriyeshkini olib berguncha mana shu narsani olib bersangiz bolangizni o'sishi hozirgi paytda qarang bolalar 5 ga kiradi 3 ga kirgan 4 ga kirgan bolalar gapirolmaydi hali nutqi yaxshi emas hali gapirolmaydi asosiy sabab telefon deyishyapti lekin o'shaning uchun demak biz beramiz bu mahsulotni gapirishiga bolani nutqi rivojlanishiga bolalar duduqlanganida juda ham yaxshi natija beradi. Keyingi mahsulotimiz spagel. Spagelni hammaga tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda uyingizda har biringiz tanangizga sursangiz o'sha teridagi butun hamma toksinlarni chiqarib tashlashga zo'r yordam beradigan mahsulotimiz bu sanaladi. Ya'ni siz sochingizga surtishingiz mumkin, yuzingizga surtishingiz mumkin, butun tanangizga surtishingiz mumkin. Bu korreksiya figura, ya'ni figurani, tanani, qomatni korreksiya qilish uchun juda zo'r rezultat beradi. Demoqchiman, kimdir qornini kichraytirishni istaydi, kimdir deylik son sohasini, kimdir qo'lini yoki kimdadir deylik bo'yin tomonida holqa bo'lishi mumkin. O'sha joyga bular surtiladi va surtib o'sha 40 minut davomida o'rab qo'yiladi. Ya'ni selofan bilan o'rab, ustidan deylik покрывало, одеяло yopib qo'yiladi. Undan keyin cho'milish mumkin. Siz doim poslik qilaman desangiz bo'ladi. Ya'ni santimetr bilan avval o'lchaysiz, keyin surganingizdan keyin 40 minutdan keyin cho'milganingizdan keyin yana o'lchaysiz. Poslik zo'r rezultat bo'lyapti. -7, -8, -11 gacha. Demak, siz rezultat ola olasiz. Bo'ldimi? Biomaska yo'qmi? Bezod, biomaska yo'qmi? Bor, birdar. Yana bitta maskamiz haqida gapirib o'taman. Rasmini ko'rsatguncha gapiray. Bu biomaska. Har kuni kechqurun yuzingizga surting. 10 minut, 15 minut o'tirasiz, qotadi. Qotgandan keyin o'shani xohlang birdan yuvib tashlang, xohlang vodorosливый masla yog'imiz bor, o'sha bilan peeling qilib keyin yuvib tashlang. Yuzingizni undan keyin oynaga qarab o'zingiz qanaqa yaxshi ko'rib ketasiz. Shunaqa tekislanadi, silliqlanadi, yaltiraydi, rangi bor-ku, mana xiralashib qolgan yuzlar uchun juda ham yaxshi. Keyin yuzingizni zo'r oqartiradi. Hozirgi quyoshlarda yurdik, rosa qorayishlar bo'ldi. Dog'lar bo'lib qoladi kimlardadir, to'g'rimi? O'shalarni yo'qotish uchun bu narsani ishlatib ko'ring. Juda ham yaxshi natija beryapti. Kim olib surgan bo'lsa, ish qilib shu mahsulotdan xursand, bizga rahmat aytadi. Shuning uchun bu laminariya, bu ham 100%. Yuzingizga surtganingizda o'sha dengizni hidi ham kelib turadi. Har kuni kechqurun yuzingizga surtishni tavsiya qilaman. Yuvib tashlaganingizdan keyin yuzingizga krem surtishingiz mumkin, lekin krem surguncha vodorosливый masla bilan peeling qilsangiz, buni tushirsangiz, bu qotadi-ku. O'shanimda peeling qilib masla bilan tushirib keyin yuvib tashlasangiz, krem surishingiz ham kerak emas. O'zi shunaqa namlangan, yumshoq, yaltiroq, chiroyli teri qoladi. Keyingi mahsulotimiz. Maskani gapida, bu ham kerak. Angio maska. Buni ham yuzingizga surtishingiz mumkin. Kim buni yuziga surtsa bo'ladi, bilasizmi? Bir xillarni yuzida mayda kichkina qizil tomirchalar bo'ladi. Ana shularga juda yaxshi yordam beradi. Bu aynan kichkina, ingichka bo'lgan qon tomirchalar bilan ishlaydi. Shuning uchun agar oyoqlaringizda varikoz bo'lsa, tomirlar chiqib qolgan bo'lsa, demak buni surib qo'yib, urab qo'yishingiz mumkin. Strech bilan.
Agar kimda gemorroy bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, biz natija olganmiz. O'zim masalan bir nechta insonda shu narsani tavsiya qilib natija olganman. Даже qonab turgan gemorroyga ham tampon qilib, kechga qo'yib, ertalabga to'cham yaxshilash mumkin, natija olish mumkin. Asosan bu o'sha Angiolife bor-u, yurak qon tomir kasalliklari uchun. O'sha resveratrol uzumni, qizil uzumni danagi ham qo'shilganda, shuning uchun bu qon tomirlar bilan ishlaydi. Demak, sizda qon tomirlar bilan qanaqadir organizmingizda muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana bu hali aytganimdek, водоросливый masla yog' bu, o'sha laminariyani yog'i yuzingizga surtishingiz mumkin, butun tanangizga surtishingiz mumkin. Tovonlaringizda yorilish bo'lsa, kechqurun surib yoting, yorilishlarni yo'qotadi, aniq yo'qotadi. Aniq 100% aytyapman, o'zim ishlatib ko'rganim uchun aytyapman. O'shanda ana tovondagi yorilishlar, og'riqlar, yoriqlar bo'lgandan keyin bosolmay qolishlar yo'qoladi. Butun tanangizga, qo'liga, oyoq, butun tanangizga surtganingizda teringiz sizga rahmat aytadi. Ya'ni silliqlashadi, tekislashadi, yaltirashni boshlaydi. Siz yillar davomida cho'milasiz, ovqat yeysiz, yuvinasiz, boshqa qilasiz, kiyim olasiz, kiyasiz, lekin teringiz uchun ham o'zini ozuqasini, ovqatini berishingiz kerak. Hozir men sizga ko'rsatib o'tgan, gapirib o'tgan bu vositalarimiz o'sha aynan terimiz uchun, yuz terisi uchun, tana terilari uchun, qon tomirlarimiz uchun ozuqa va ovqat. Agar biz bularni hammasini bersak, organizmimiz bizdan xursand bo'ladi, rahmat aytadi, minnatdorchilik bildiradi va yanada bizga xizmat qilib bera oladi, uzoqroq muddat xizmat qilib bera oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mahsulotlarni qisqacha gapirib berishga harakat qildim. Endi mahsulotni qanday olish mumkin va bundan qanday daromad qilish mumkin? Bekzodbek Jo'rayev bizni marketologimiz, marketingni yaxshi biladi. Marketing bo'yicha asosan ishi shu. Hozir sizga chiroyli qilib tushuntirib beradi. Keyin oxirida savol-javoblar bo'lsa qilishimiz mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Rahmat Gulli opa, kattakon maza qilib eshitdik. Qayta eshitsagan mahsulotni yana ham kuchliroq yaxshi ko'rib qolyapmiz. Zo'r ma'lumotlar bo'ldi. Menga yana bir ikkita mahsulot mahsulotlar haqida eshitdilaringiz. Uzilib qolmadimi? Men ovoz yaxshi kelyapti. Bo'lmasa marketing plan bo'yicha tanishamiz. Oramizda birinchi marta eshitganlar bordir, balki yangi ish boshlagan hamkorlarimiz bordir. Vertera marketing plani binar ko'rinishda ish boshlangan, ya'ni binar sistemada ishlanadi. Kompaniya bizga 9 xil daromad, 14 xil kvalifikatsiya, ya'ni lavozim, yilida 3 marta sayohat va stabilni daromad taklif qilyapti. Kirish qismiga keladigan bo'lsak, ya'ni bizda PV ko'rinishida mahsulotlar narxi belgilangan. Ya'ni sizga chizib ko'rsataman. Bizda bir PV'miz 68 ming so'mga teng. Ya'ni mahsulot narxi. Va bizda оборот PV'dan pul beriladi. Оборотdan kelib chiqqan holatda. Endi bu degani bizda 3 xil paket bor. Bu birinchi paketimiz, bu Gold paket deb nomlanadi. Gold paketimizda siz 1.360.000 so'mda mahsulot xarid qilib, kompaniyada hamkorlik dasturini olib borishingiz mumkin. Ikkinchi paketimiz bu Platinum paket deyiladi. Bu 100 PV, ya'ni 6.800.000 so'm mahsulot tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni paket sizga majburiy holatda mahsulot berilmaydi. Internet magazinida bor. Hozir eshitib o'tgan barcha mahsulotlaringizdan xohlaganingizni tanlab olish imkoniyatiga egasiz. Keyingi paketimiz bu premium paket. Ya'ni bu 200 PV 13.600.000 so'mda ish boshlaysiz, mahsulot sotib olish imkoniyatiga egasiz va birinchi marta o'tayotgan
yangi mijozlarimiz, ya'ni hamkorlarimiz uchun kompaniya 30% skidkada mahsulotlarni taqdim etadi. Va hozirgi paytda kompaniya zo'r skidka, ya'ni aksiya qo'ygan. Bulardan sizga aytib o'taman, ya'ni kim 100 yoki 200 PVga ish boshlamoqchi bo'lsa, ya'ni mahsulot xarid qilmoqchi bo'lsa, shundan siz 80 PVga pul to'laysiz, ya'ni bu 5.450.000 so'm pul bo'ladi. 6.800.000 so'm to'lashga hojat yo'q. 5.400.000 so'm pul to'lab siz 100 PVlik paketga hamkor bo'lishingiz mumkin. 200 PVlik paketda esa siz 160 PV pul to'lab, ya'ni 10.900.000 ga to'g'ri keladi. Shuncha pul to'lab ish boshlashingiz mumkin. Bu kompaniyani mana shu oyda qo'ygan biz uchun juda ham ajoyib aksiyasi. Bu birinchi imkoniyati. Tak, keyingisiga o'tamiz. Daromadlarning birinchisi boshlanadi shaxsiy taklif. Ya'ni siz kimnidir bu kompaniyaga yoki mahsulotga taklif qildingiz, sizga kompaniya tomonidan ya'ni taklif bonusi beriladi. Bu nima desangiz, ya'ni kimnidir bu loyiha bilan yoki bu mahsulot bilan tanishtirdingiz va shundan sotuvidan, ya'ni u inson xarid qilgan holatidan sizga berilayotgan daromad bor. PV ko'rinishda 40%. Va hozirgi holatda juda ham zo'r, bunda ham kompaniya tomonidan aksiya qo'yilgan. Ya'ni siz 100 PV ga kimnidir taklif qilsangiz, ya'ni bizda beriladigan pul 300-400 ming so'm edi marketing bo'yicha. Hozir kompaniya 1 million so'm qilib qo'ydi buni. Ya'ni O'zbekistonda yangi ish boshlanganligi uchun biz uchun juda ham ajoyib imkoniyat qilib qo'yildi. 1 million paketda xarid qilsa, sizdan keyin sizga sразу shotingizga 1 million so'm pul mukofot tushadi bu taklifdan. Agarda 200 PV da ish boshlasa 2 million so'm bitta insondan, ya'ni mijozdan sizga keladigan pul 2 million so'mni tashkil qiladi. Bu 31-avgustgacha amal qiladi. Ya'ni oyning oxirigacha amal qiladi. Bu ham juda ham zo'r. Ya'ni bizga taklif bonusini 3 barobar qilib beryapti. 3x qilib to'layapti kompaniya. Bundan ham unumli foydalansak bo'ladi. Xo'p, keyingi daromadimiz, ikkinchi daromadimiz bu klubni bonus. Yaxshi ko'radigan daromad. Buni tushunib olsangiz, juda ham maza qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz bu biznesga kimnidir taklif qildingiz va o'sha taklif qilgan insonlaringiz obroti 120 PV yoki 220 PV bo'lganda, taklif qilgan insonlaringiz lichniy, o'zingiz chaqirgan insonlar obroti shunda bo'lganda, 120 yoki 220 PV bo'lganda sizga qo'shimcha pul to'lanadi. Ya'ni 120 PV bo'lsa 550.000 so'm, 220 PV bo'lsa 1.100.000 so'm daromad, bu realni pul va kirgan paketingizda inobatga olgan holatda sizga 100% cashback beradi. Bu cashbackda siz faqat mahsulot xarid qilishingiz mumkin, mahsulot olish imkoniyatiga egasiz. Mahsulotni internet magazindagi narxdan 80% gacha ham arzon olasiz. Ya'ni bu nima degani? Misol, siz o'zingiz ish boshladingiz 200 PV da. 200 PV degani bu 13.600.000 so'm. Siz 2 kishini taklif qildingiz. 2 kishi deylik 100 PV dan ish boshladi. 100 PV dan ish boshladi. Общий yig'indisi 200 PV bo'ldi va o'zingiznikini hisoblaganda 400 PV bo'lib ketdi. Siz оборот holatidan kelib chiqib 220 klubni bonus shartini bajargan bo'lasiz va sizni shotingizda 1.100.000 so'm qo'shimcha pul va 100% cashback. Bu 100% cashback degani bu nima desangiz, 100% cashback bu sizga daromadlaringizdan tashqari kabinetingizga 13.600.000 so'm pul tushadi. Va bu 13.600.000 so'mga siz kompaniyaning xohlagan mahsulotingizdan 80% gacha chegirmada olishingiz mumkin. Keling buni o'zimdan kelib chiqqan holatda aytaman. Misol 170 minglik mahsulotni siz kompaniyadan 50.000 so'm ko'rinishida olasiz. Agar siz sotuv qobiliyatingiz yaxshi bo'lsa yoki sotishga qiziqsangiz,
sotuv qilib ishlayman degan holatdagi hisob kitobini qilsangiz 13,600,000 so'm pulni siz kompaniya tomonidan просто так berilayotgan pulni sotib 60 million pul qilish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni men shunaqa qilyapman. Ya'ni 170 minglik mahsulotni men kompaniyadan 50 ming so'mga xarid qilyapman. Ovozim boryaptimi? Zo'r. Tekst kelyapti. Ya'ni bu klubni bonus bir marta berilayotgan daromad emas. Ko'pchilik shu narsaga adashadi. Klubni bonus bizda 9 xil daromaddan bitta donasi одноразовый, ya'ni bir marta beriladi. Qolgan 8 xili stabilni beriladi. Va klubni bonusni ham siz cashbackni har oy olish imkoniyatiga egasiz va klubni bonus bajargan shartdagi pulni ham har oy olish imkoniyatiga egasiz. Va bu degani sizga stabilni daromad bor degani. Faqat ishlash kerak bo'ldi. Xo'p, uchinchi daromadimiz bu bistri bonus. Bistri bonus bu nima? Siz ish boshladingiz, qaysidir paketda farqi yo'q. O'zingiz o'ng va chap tarafingizda ikki kishini taklif qildingiz. Qanaqa paketdan kirishidan qat'iy nazar, faqat sharti 5 kun. 5 kun ichida ikkita o'ng va chapingizni yaratgan holatingizda kompaniya sizga 1,5 million so'm cashback beradi. 1,5 million so'm cashback просто sovg'aga beriladi. Faqat sharti 5 kun. Bu qaysi paketdan ish boshlatishingiz umuman ahamiyatga ega emas. Xo'p, keyingi daromadimiz bu komandный binarniy bonus, ya'ni оборотdan beriladigan daromad. Bu 20 PV'da ish boshlasangiz oyiga $2,000 topish imkoniyatiga egasiz. 100 PV'da ish boshlasangiz 80 ming topish imkoniyatiga egasiz. 200 PV'da ish boshlasangiz oyiga $200,000 gacha pul topish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni bu binar. Komandani обороtidan sizga pul beriladigan holat. Xo'p, keyingisi kvalifikatsiya, ya'ni lavozimiz oshganda, оборотlaringiz yig'ilib komanda ishlaganda sizga beriladigan bu qo'shimcha daromad. Kvalifikatsiya, ya'ni kvalifikatsiyaning shartlarini aytaman. Bizning kvalifikatsiya 1 oyda bir marta qilinadi оборот, ya'ni bu degan обороtingiz har oy bo'lishi kerak. Va eng zo'r tarafi kvalifikatsiya pullari stabilni har oy qilinganda har oy olasiz, bir martalik emas va hech qanaqa shartlari yo'q, faqat оборот qilinadi. Birinchi kvalifikatsiya granat, ya'ni granat bo'lganingizda где-то $1,000 ga $1,000 оборот qilganingizda sizga beriladi 1,5 million so'm pul mukofot puli. Lekin hozir kompaniya shuni ham 2 karra qilib beryapti. Ya'ni siz 1,5 million so'm emas, 3 million so'm pul olasiz. Bu ham avgustning oxirigacha qo'yilgan kompaniyaning juda ham ajoyib aksiyasi. Rubin darajasiga kelganda 2,330,000 so'm emas, 2 karra 4,660,000 so'm. Xullas, har bitta kvalifikatsiyani siz 2 karra olish imkoniyatiga egasiz va stabilni har oy, ya'ni оборотni har oy qilsangiz har oy olasiz. Kvalifikatsiya puli bir martalik emas. Ko'p kompaniyalarda ishlaganmiz, kvalifikatsiyani shu оборотni qilganingizda bir marta beradi sizga mukofot puli, bo'ldi, shu bilan расчет. 6-chi daromadimiz bu bonus stabilность, ya'ni qaysidir kvalifikatsiyani takror va takror оборотini 3 oy davomida qilganingizda, yana qo'shimcha 20% pul to'laydi. Deylik, kvalifikatsiyadan oyiga 10 million ishladingiz. Kvalifikatsiyadan shu qilgan holatingizda 10 million o'sha yig'indisi bo'ldi, yana 20% qo'shimcha pul to'lanadi. 7-inchisi bu booster bonus, ya'ni красный brilliant kvalifikatsiyasidan boshlanadi. Umumiy topgan daromadida 20% kompaniyaga qo'shimcha pul to'laydi. Deylik, oyiga $1,000 topsangiz, $200 qo'shimcha yana kompaniya tomonidan pul beriladi. Oyiga 10 ming topsangiz 2 ming. Xullas 20% qo'shimcha pul olasiz. Faqat красный brilliant kvalifikatsiyasidan keyin. Bu bizning tilda chuqurlik daromadi, ya'ni cheka-cheka deymiz. Bu sizning tilingizda hamkorlaringizni topayotgan daromadidan deylik, sizga ham qo'shimcha daromad kelib turadi. Faqat tafir kvalifikatsiyasidan boshlanadi.
10 ta chuqurlikkacha beradi. Buni chuqurroq tushuntiraman. Nasib ko'rishganda va 9-chi daromadimiz bu center продажи, ya'ni kimdir ofis ochmoqchi bo'lsa, sklad qilmoqchi bo'lsa, beriladigan qo'shimcha daromad. Bu zo'r tarafi. Sklad ochish uchun siz hech qanaqa kompaniyaga katta pul tikishingiz yoki kompaniyadan katta miqdorda mahsulot sotib olishingiz shart emas. Buni sharti faqat sapfir bo'lishingiz kerak va kompaniya sizga servis center, ya'ni sklad ochib beradi va skladdagi tovar oborotdan ham 5% olasiz. Bu ham yaxshigina daromad hisoblanadi. Hozircha O'zbekistonda hech qaysi viloyatlarda servis продажи center yo'q. Ya'ni bemalol ochish imkoniyatiga egamiz 12 ta viloyatni, 12 ta mard turib beradiman degan insonlarni ochib 10 milliondan 100 milliongacha prosta marketingdan tashqari shu daromaddan pul qilsa bo'ladi. Endi keling, hozirgi holatda tushuntiraman. Ya'ni aksiya bo'yicha, kompaniyaning aksiyasi bo'yicha Vertera kompaniyasining aksiyasi deylik, siz 80 PV'da ish boshladingiz va ikkita yaqiningizni 80 PV'ga hamkor qildingiz. Sizga общий topayotgan pulingiz 3 million 300 ming so'm va 100% cashback olasiz. 6 million 800 ming so'm shu yerga yana cashback tushadi. Qo'shimchasiga, agar siz bu ikkita yaqiningizni 5 kun ichida qiladigan bo'lsangiz, 3 million 300 ming, 6 million 800 ming so'mdan tashqari yana 1,5 million so'm cashback puli sof cho'ntagingizga kiradi. Общий hisoblasangiz, o'zingiz 6 million 5 million 450 ming so'm xarajat qildingiz o'zingiz uchun va topayotgan pulingiz 3 million 300 ming va 100% cashback va 1,5 million so'm yana cashback puli. Xo'p, keyin kompaniya tomonidan Tailand sayohati, Tailand putyovkasi bor. Buni bajarish sharti 31-avgustgacha edi. Buni sentyabrgacha 1-avgustgacha edi. Buni 31-avgustgacha uzaytirildi. Sharti izmurud kvalifikatsiyasida bo'lsangiz 1 kishi yutasiz, sapfir kvalifikatsiyasida bo'lsangiz 2 kishi besplatni sayohat yutasiz. Bu rasmdagi insonlar birinchi kvalifikatsiya sohiblari va sohibalari. Ko'rib turibsiz. Bu 3-chi kvalifikatsiya qilgan hamkorlar. Bu kompaniyada yagona hozircha 4 ta sapfir kvalifikatsiyasini bajargan va Singapur sayohatini 2 marta yutishgan, ya'ni 2 ta inson bu borish imkoniyatini qo'lga kiritgan liderlari. Sizga bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Agar oramizda kimdadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin.